Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Sharqiy Yevropada davom etayotgan ikki qardosh slavyan xalq Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushga to'xtalamiz, uning siyosiy va harbiy jihatlariga. Shuningdek, front chizig'ida sodir bo'layotgan voqealar va 21-asrdagi texnologik urushda insonlarning birinchi bor robotlarga taslim bo'lganligi, ya'ni rossiyalik harbiylarning qanday qilib Ukraina dronlari va yer usti robotlariga taslim bo'lganligi haqida so'z yuritamiz. Mavzuning asosiy qismiga kirishimizdan oldin urushning boshlanishiga biroz to'xtalib o'tamiz. Bilamiz, bu urush 2022-yilning 24-fevralda tong saharda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi natijasida boshlangan edi. Bungacha, ya'ni 24-fevralgacha Rossiya o'zining bir necha 100 ming kishilik qo'shini bilan Ukraina chegaralari atrofida harbiy mashg'ulotlarni olib borgan edi, Belorussiya harbiylari bilan birgalikda. Urushning birinchi kuni, ya'ni 24-fevralda Rossiya o'zining 250-300 nafar atrofidagi maxsus elita harbiylarini Belorussiya aerodromidan, ya'ni Belorussiya hududidan Ukrainaning Gostomel aeroportiga tashlagan edi. Va bu o'zining maxsus elita harbiylariga Rossiya shunday bir missiya yuklatilgandiki, Ukraina rejimini ag'darish, boshqaruvni qo'lga olish, Zelenskiyni ushlash, agar vaziyat taqozo qilsa, vaziyatga qarab Zelenskiyni jismonan yo'q qilish vazifasi qo'yilgan edi. Ammo bu yerda Ukraina maxfiy xizmati va razvedkalarning a'lo darajada ishlashi bu Gostomel operatsiyasining butunlay muvaffaqiyatsizligiga olib keldi. Hatto o'sha maxsus elita harbiylarning ham zo'rg'a qochib jon saqlashga majbur bo'ldi. Bu bosqinchilik urushini Vladimir Putin bir qancha sabablar bilan oqlashga harakat qiladi. Ya'ni bilamiz, Putin o'zining bir qancha imperialistik g'oyalari, mafkuralari bilan aynan mana shu urushni boshlagan edi. Ya'ni u o'zining bayonotlarida shunday aytadiki, Ukraina Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida neytral hudud bo'lib qolishi kerak, biror bir siyosiy blokka a'zo bo'lishi kerak emas, deb aytadi. Shuningdek, Ukrainaning bir qancha hududlari, asosan bu yerda Donbass va Qrimga urg'u berib aytiladi Putin. Aynan mana shu hududlar Rossiya imperiyasining tarixiy hududlari deya aytib o'tadi. Va qolaversa, bunga qo'shimcha tarzda aytadiki, 2014-yildagi o'sha Maydan voqealariga to'xtaladi. U yerda bir qancha etnik ruslarni neonatsist bo'lgan ukrainlar tomonidan qirg'in qilinganini Putin aytib o'tgan. Agar mana shu jarayonlarga to'xtaladigan bo'lsak, biror bir suveren davlat borki, har qanday tashkilotga o'zi a'zo bo'lishi yoki u tashkilotdan chiqish huquqiga ega. Aynan bu suveren mustaqil davlat maqomi aynan mana shu holatda bo'ladi. Nega endi biror bir davlat rahbari yoki boshqa biror bir davlat uning biror bir tashkilotga a'zo bo'lishi yoki bo'lmasligini hal qilishi kerak. Tarixiy hududlarga agar to'xtaladigan bo'lsak, agar har bir davlat tarix nuqtai nazaridan hudud talab qiladigan bo'lsa va da'vo qiladigan bo'lsa, dunyo shunchaki betartib ko'rinishga keladi. Hatto bir qancha kichik davlatlar ham ulkan hududlarni talab qilishiga to'g'ri keladi. Shu jumladan aytishimiz mumkin, Mo'g'uliston, ya'ni Chingizxon davrida ulkan hududlarni bo'ysundirgan edi. Xitoy to'la bo'ysundirilgan, Markaziy Osiyo va hozirda Rossiyaning mana shu 60-70% hududi ham aynan Chingizxon tomonidan zabt etilgan edi. Aynan mana shu holatni ham bir mo'g'ulistonlik siyosatchi o'zining ijtimoiy tarmog'iga joylagan edi. Aynan xaritalar bilan birga, o'sha Chingizxon davridagi hududlar bilan, va u yerga shunday bir izoh yozgandiki, xavotirlanmang, biz tinchliksevar xalqmiz deb aytib o'tgandi. Va qolaversa, hozirda Yevropada bir kichik davlat bor, ya'ni Shimoliy Makedoniya. Aynan mana shu davlat ham bir paytlar Aleksandr Makedonskiy aynan shu yurtdan kelib chiqish tarixi nuqtai nazaridan bo'ladi. Aynan mana shu Aleksandr Makedonskiy ham bir paytlar ulkan hududlarni bo'ysundirgan edi, ya'ni Markaziy Osiyo, Afrika qit'asining shimoliy hududlari, Yevropa va qolaversa bir qancha ulkan hududlar zabt etilgan edi. Va shuningdek, Putinning bu imperialistik g'oyalari va mafkuralariga, o'zining mafkurasiga teskari proporsional ishlaydigan holat ham aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni bu Rossiyaning Yevropa qismida alohida ajralib qolgan hududi bor, ya'ni o'sha Kaliningrad hududi. Aynan o'sha Kaliningrad hududi 1945-yil, ya'ni Germaniya mag'lub bo'lgunga qadar Germaniya imperiyasi hududi sanalgan. Ya'ni 1871-yildan
1918-yilgacha, ya'ni Germaniya imperiyasi hududi manbalarda aniq shunday aytilgan. Qolaversa, ya'ni rasmiy tarzda 1945-yilga, ya'ni Germaniya mag'lub bo'lgandan keyin uning hududlari bir qancha davlatlar o'rtasida bo'linadi. Aynan mana shu bo'linish natijasida keyinchalik SSR tarkibiga o'tib ketadi. Va Germaniya imperiyasi hududlaridan bo'lishidan oldin Prussiya qurolligi hududida ham hisoblangan aynan mana shu hududlar, ya'ni manbalarda xuddi shunday deyilgan. Buning nemischa nomi esa Königsberg deb nomlanadi. Albatta tarixchilarimiz albatta buni yaxshi bilishadi. Va maydon voqealariga agar to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni u yerda etnik ruslar neonatsistlar tomonidan qirg'in qilinganini Putin aytib o'tadi. Aynan mana shunga o'xshash holat ham Markaziy Osiyoda bo'lgan, ya'ni 2010-yilda. 2010-yilda o'sha O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'izistonda ham, ya'ni bu ush voqealari deb nom olgan. Aynan mana shu jarayonda, ya'ni mana shu voqeada bir qancha etnik o'zbeklarni qirg'izlar, ya'ni qirg'iz millatiga mansub bo'lgan shaxslar tomonidan shafqatsizlarcha qirg'in qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, u yerda 400-500 nafar atrofidagi etnik o'zbek vahshiylarcha qirg'in qilingan. Agar Putinning talqini bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'sha vaqtda ham O'zbekiston Qirg'izistonga bostirib kirishi kerak edi, agar Putinning mantig'i bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak. Ammo xalqaro huquq normalari degan tamoyil bor. Aynan mana shular asosida agar jarayonlarga qaraydigan bo'lsak, bu mutlaqo teskari holatda ish beradi. Ya'ni bu xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid keladi. To'g'ri, u yerda millat o'zbek bo'lgani bilan, ammo xalqaro huquq normasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ya'ni yuridik jihatdan fuqaroligi aynan o'sha davlat fuqaroligi sanaladi. Ya'ni qanday holat jarayon bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha davlatning fuqaroligi bo'lganligi sababli biror bir davlatga bostirib kirishi yoki tahdid qilishi mumkin emas, garchi uning millati boshqa bo'lsa-da. Xo'p, front chizig'ida, demak, jarayonga agar to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni harbiy nuqtai nazardan, ya'ni yo'qotishlarga agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, har ikkala tomonning ham Rossiya tomonida Ukrainaga qaraganda nisbatan ko'proq, ya'ni agar urush taktikalari va strategiyalariga qaraydigan bo'lsak, hujum qiladigan tomon himoyalangan tomonga qaraganda nisbatan ko'proq qurbon beradi. Hozirda ma'lumotlarga ko'ra, rossiyalik harbiylarning, ya'ni yo'qotishlar, umumiy yo'qotishlar, safdan chiqarilganlar 1,340,000 dan ortiq. Ya'ni bu yerda yaralanganlar, qurbon bo'lganlar, bedarak yo'qolganlar aynan mana shu holatni o'z ichiga oladi. Ya'ni 1,340,000 dan ortiq. Bu yerda 300 dan ortiq demak samolyot, vertolyot, 10,000 dan ortiq demak zirhli texnikalar va qolaversa 10,000 dan ortiq bo'lgan zirhli texnikalarga qo'shimcha tarzda tanklar ham o'z ichiga oladi. Mana shu ma'lumotlar. Rossiyaliklarga nisbatan, ya'ni albatta Ukraina o'z hududida urush olib borayotganligi sababli ularda yo'qotishlar nisbatan kamroq. Ya'ni safdan chiqarilganlar esa Ukrainada 800,000 dan 850,000 atrofida e'tirof etilgan. Ya'ni manbalarda. Demak, front chiziqlarida, demak, to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni jarayonlar qanday? Ya'ni front chizig'ida hozir aynan mana shu 2026-yilning aprel-may oylariga to'xtaladigan bo'lsak, aynan qaynoq nuqtalar Xulyai-Pole, Kupiansk va Konstantinovka hududlarida olib borilmoqda, ya'ni shimoliy sharqiy viloyatlardagi hududlarda. Ya'ni albatta bu Donbass hududlariga to'g'ri keladi, ya'ni Donetsk va Luganskning qo'shma nomi aynan Donbass deb ataladi. Va agar urushga umumiy yondashadigan bo'lsak, ya'ni 2022-yildan 2026-yildagi bo'lgan jarayon umumiy tahlil qiladigan bo'lsak, 2022 va 2023-yillarda agar umumiy olib qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu yillarda Ukraina harbiylarining rossiyalik harbiylarga qarshilik ko'rsatgich holati nisbatan sekinroq edi. Ya'ni aynan o'sha yillarda Ukrainada harbiy texnologik, mana buni hozirgi kundagidek dronlar va qolaversa uzoq masofaga uchadigan raketalari deyarli cheklangan tarzda yoki mavjud emasdi.
va bunga qo'shimcha tarzda g'arb davlatlaridan beriladigan qurollar ma'lum bir cheklangan tarzda va qolaversa mudofaa holatida ishlatilishi kerak edi. Ya'ni Rossiya hududiga hujum tariqasida emas, aynan o'zini mudofaa qilish holati bo'yicha. Ya'ni Rossiyaga zarba bermaysan, faqatgina o'zingni himoya qilasan degan talab asosida. Va uzoqqa uchadigan raketalar ham ma'lum bir cheklangan tarzda berilayotgan edi. Ammo Ukrainaning 2022 va 23-yillardan keyingi holatini oladigan bo'lsak, aynan mana shu 2024-yildan keyingi holati urushga to'la moslashdi va oldinga siljishi va rossiyaliklarga qarshilik ko'rsatish holati anchagina yuqori potensialga chiqdi. Ya'ni o'sha 2024-yildagi avgust oyidagi Kursk operatsiyasini ham bunga yaqqol misol qilib aytishimiz mumkin. Va aynan o'sha Kursk operatsiyasida 1000 kvadrat kilometrdan ortiq bo'lgan hududni, ya'ni Ukraina harbiylari tomonidan zabt etilgan. 2026-yilning aprel va may oylaridagi agar ma'lumotlariga to'xtaladigan bo'lsak, aynan mana shu 2026-yildagi holatda ham 100 kvadrat kilometrdan ortiqroq bo'lgan hududni ham aynan hozirda Ukraina harbiylari nazorat qilayotganligi aytib o'tilgan. Endi mana shu jarayonlarga yana to'xtaladigan bo'lsak, front chizig'idagi aynan qaynoq nuqtalarni aynan hozirda dronlar asosida, ya'ni hujumlar qilishi natijasida aynan rossiyalik harbiylarga juda katta talofat yetkazmoqda. Aynan hozirda Ukrainaning mudofaa sanoati ancha barqaror moslashdi, ishlashda davom etyapti. Hatto o'zining bir qancha g'arb davlatlariga eksport qilish va shartnomalar imzolandi. Qolaversa mana 11-may kuni Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Kiyevga tashrif buyurdi va u yerda bir qancha shartnomalar imzolandi. Shuni bundan oldin 4-aprel kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy demak Germaniyaga tashrif buyurdi. U yerda kansler Merz bilan uchrashdi va qolaversa bundan tashqari mudofaa vazirlari o'rtasida ham bitimlar va shartnomalar imzolandi. O'zaro dronlar ishlab chiqarish, Yevropada demak bir qancha uzoq masofalarga uchadigan raketa tizimlarini yaratish, birga qo'shma harbiy loyihalar ishlab chiqarish va qolaversa bir qancha mudofaaga oid bo'lgan shartnomalar va bitimlar imzolab qaytildi. Va qolaversa Ukrainaning harbiy sanoati shu darajada hozir cho'qqiga chiqdiki, hatto o'zining bir qancha holatlarini, ya'ni jarayondagi mana bu kechaydigan aynan real urushdagi dronlarini dunyoga taklif qilyapti. Ya'ni o'zining arzon ishlanmali dronlarini dunyoga demak yetkazib berish, qolaversa ulardan o'zining mutaxassislari yordamida o'qitish, tayyorlash holatlarini ham bevosita aytib o'tmoqda. Shu jumladan aytishimiz mumkin, mana AQSh va Isroil hamkorligida Eronga qarshi amalga oshirgan bosqinchilik urushida ham bir qancha mintaqadagi arab davlatlariga ham Zelenskiy tashrif buyurdi va u yerda bir qancha 10dan ortiq arab davlatlariga tashrifi davomida 10 yillik mudofaa to'g'risida shartnomalarni imzoladi. Ya'ni u yerda Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va boshqa yana bir qancha 10dan ortiq bo'lgan arab davlatlari bilan aynan o'sha mudofaa to'g'risida bitimlar, shartnomalar tuzishga erishdi Zelenskiy. Aynan 2022-yildagi va 2026-yildagi Ukrainaning harbiy holatini oladigan bo'lsak, yer bilan osmonchalik farqni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bundan tashqari Ukraina o'zining hozir demak insoniy resurslarining cheklanganligi va yetishmayotganligi sababli o'zining bor e'tiborini asosan o'sha texnologik ishlanmalarga, ya'ni dronlarga va yer usti robotlariga e'tibor qaratmoqda. Ya'ni aynan dronlarda shunday bir missiya, vazifa qo'yildi Ukrainada, ya'ni front chizig'ida jang qilayotgan umumiy, ya'ni inson resurslarini omilini demak to'ldirish uchun 30% front chizig'ida dronlardan foydalanish jarayoni. Ya'ni aynan mana shu dronlar bilan ishlash bo'yicha maxsus demak komandiri bor, ya'ni kelib chiqishi etnik venger millatiga mansub bo'lgan
o'sha Brode, ya'ni uning laqabi Magyar yoki Madyar, aynan mana shu laqab bilan tanilgan Brode Magyar aynan hozirda Ukraina dronlari tizimlarida ishlaydigan bo'linmasining qo'mondoni sanaladi. Aynan mana shu qo'mondon o'zining BBCga bergan intervyusida aytib o'tdiki, biz front chizig'ida shunday bir vazifani bajaryapmizki, ya'ni bizga 30% chegara qo'yilgan, ammo hozirda biz bu chegarani 34% bilan bajarmoqdamiz deb aytib o'tdi. Va qolaversa biz mana bu dushmanning oyiga 30-35 minglik, ya'ni chaqiruv, ya'ni Rossiya hozirda oyiga 30-35 minglik kishilik inson resurslarini jalb qilmoqda oyiga. Aynan mana shu nuqtadan ta'kidlab o'tdiki, biz bu rejani, ya'ni o'sha Magyar, ya'ni qo'mondon, Ukraina, ya'ni kelib chiqish Wagner millatiga mansub bo'lgan qo'mondon aytdiki, biz buni oyiga 50 mingtaga yetkazishni reja qilganmiz. Ya'ni dushmanning pozitsiyalarini mutlaq yo'q qilish rejamiz bor. Aynan mana shu holat bo'yicha deb alohida urg'u berib o'tdi. Va qolaversa shunday bir manbalarda ham aytilyaptiki, ya'ni manbalar ko'p kuzatamiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bu juda ko'p aytiladi. Rossiyaning bir o'zi 50 ta davlatga qarshi urushyapti degan. Ya'ni buni shuni aytishimiz mumkin, bu qanaqangi bir umuman asossiz, mantiqsiz bo'lgan gaplar sanaladi. Ya'ni bunga agar shunchaki tahlil qiladigan bo'lsak, ya'ni real jarayondan kelib chiqqan holda, ya'ni Rossiyaning qanday qilib bir o'zi 50 ta davlatga qarshi urushyapti. Ya'ni agar mantiq nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, Rossiyaning bir o'zi degani, ya'ni bitta o'zi harbiy nuqtai nazardan 50 ta davlatning harbiylariga, qo'shinlariga qarshi urushyapti degan mantiq kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkin, hech qanday Rossiyaning bir o'zi 50 ta davlatga qarshi urushayotgani yo'q. To'g'ri, G'arb davlatlari iqtisodiy, ijtimoiy, gumanitar yordam beryapti, shuningdek harbiy yordamni ham beryapti. Shu jumladan Rossiyaga ham, albatta bularga ham to'xtalamiz batafsil. Ya'ni Ukrainada jang qilayotgan yollanma jangchilar mavjud. Shu jumladan Rossiyada ham, ya'ni yollanma jangchilar bo'yicha har ikkala tarafda ham mavjud. Bunga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, qurol yaroqlarga keladigan bo'lsak, ya'ni yetkazib berish. Ya'ni Yevropa G'arb davlatlari buni ochiqcha tarzda, qonuniy tarzda, ya'ni bir qancha o'sha mablag'larni o'tkazish evaziga yoki qurol yaroqlarini ochiqchasiga yetkazib berish bu hech qanday sir emas. Ya'ni buni ochiqcha qonuniy tarzda amalga oshirmoqda. Ammo urush boshida ham demak Rossiya ham o'zidan bir qancha demak yordamlarni oldi. Shu jumladan Erondan o'sha shahid dronlarini oldi. Hozirda o'sha shahid dronlarini Geran nomi ostida ishlab chiqarmoqda o'zi. Shuningdek, front chizig'ida ukrainalik harbiylar tomonidan topilganki, ya'ni minomyot snaryadi Made in China yorlig'i ostida, ya'ni aynan mana shu minomyot snaryadi Xitoy tomonidan Rossiyaga yetkazib berilganligi demak aytib o'tilgan. Ammo Xitoy tomoni buni inkor etmoqda. Ammo front chizig'ida mina o'sha snaryadi topilgan hisoblanadi, ya'ni ukrainalik harbiylar tomonidan. Va qolaversa Shimoliy Koreyadan bir necha minglab konteynerlarda 152 va 122 mmlik snaryadlar millionlab tarzda yetkazib berilgan. Ya'ni ma'lumotlarga agar qaraydigan bo'lsak, 5,5-6 million dona snaryad, ya'ni reaktiv artilleriya snaryadlari va artilleriya snaryadlari yetkazib berilganligi aytib o'tilgan. Va demak, qurol yaroqlar va o'q-dorilar bo'yicha ham bu yerda demak holat teng. Va endi aynan mana shu jarayonga alohida to'xtalmoqchiman. Ya'ni harbiylar soni bo'yicha, ya'ni muntazam qo'shin yuborish bo'yicha bu yerda Rossiya Ukrainadan ustunligini ham aytishimiz mumkin. Ya'ni Shimoliy Koreya Kursk operatsiyasi davomida, ya'ni 2024-yilda Shimoliy Koreya o'zining rasmiy tarzda 10 ming kishilik qo'shinini yuborgan. Ya'ni rasmiy tarzda muntazam armiya, ya'ni qo'shin keldi. Bu yollanma jangchi emas, muntazam qo'shin. Yollanma jangchi va muntazam qo'shinning o'rtasida albatta farq bor. Ammo qaysi bir ko'ryapmizki, Amerika yoki Yevropaning boshqa bir davlati
Ukrainaga rasmiy tarzda qo'shin yuborganini. Hech qanday qo'shin yuborgani yo'q. To'g'ri, front chizig'idan bir qancha yuzlab kilometr orqada g'arb mutaxassislari bor. Ya'ni ular to'g'ridan to'g'ri front chizig'ida qurol ko'tarib jang qilmaydi. Ya'ni ukrainalik mutaxassislarni o'qitadi, o'rgatadi. Ya'ni o'sha qurol yaroq bo'yicha instruktorlik qiladi. Aynan farqi aynan mana shunda. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, ya'ni ustunlik aytishimiz mumkin. Ya'ni Ukrainaga muntazam armiya qo'shin yetib kelgani yo'q, ya'ni yuborilgani yo'q, ammo Rossiyaga Shimoliy Koreyadan keldi. Aynan mana shu, hatto bu jarayonda Rossiya ustunlikni qo'lga olmoqda. Ya'ni muntazam bir davlatdan ikkinchi davlatga muntazam qo'shin yetib kelishi. Yollanma jangchilar aytganim yo'q. Bu demak aytib o'tildi. Har ikkala taraf ham yetarlicha mavjud yollanma jangchilar. Xo'p, yana front chizig'iga umumiy agar baho beradigan bo'lsak, ya'ni 2026-yilning demak yanvar oyidan aprel va may oylariga to'xtaladigan bo'lsak, yanvar oyidan o'sha Ukraina qo'mondoni Aleksandr Sirskiyning bayonotlarida aytishimiz mumkin. 2026-yilning yanvar oyining oxirlarida 12 ta aholi punkti qaytarib olingan va 400 kvadrat kilometrdan ortiq bo'lgan hudud ham aynan Ukraina harbiylari tomonidan qaytarib olingan. Aytib o'tganimdek, hozirda front chizig'ining eng qaynoq nuqtalari Xulyai-Pole, Konstantinovka, Kupiansk hududlarida olib borilmoqda. Shuningdek, Ukrainaning maxsus Xartiya brigadasi harbiylari Vovchansk hududida rossiyalik harbiylardan tozalash ishlarini olib bormoqda. Ya'ni rossiyalik harbiylarni butunlay qirib tashlash holatida yuzaga kelmoqda. Aynan mana shu jarayon bo'yicha Vovchanskda. Shuningdek, front chizig'ida, ya'ni Pokrovskda ham ancha qaynoq nuqtalar, jarayonlar, demak jang strategiyasi olib borilmoqda. U yerda kuniga 70 metr atrofida oldinga siljish holatlari, ya'ni kuzatilmoqda. Ukraina yoki Rossiya harbiylarining har ikkala taraf agar kimni strategik yoki taktik g'alaba qozonadigan bo'lsa, har bir kvadrat metrga u yerda alohida juda qaqshatqich janglar ketmoqda. Aynan mana shu Pokrovsk hududida. Front chizig'idagi Xarkov viloyati, ya'ni Xarkov viloyati bu Ukrainaning shimoliy hududida joylashgan viloyat sanaladi. Aynan mana shu hududda 21-asrdagi insoniyat tarixida birinchi bor insonlarning robotlarga taslim bo'lganligi holati kuzatildi. Ya'ni aprel oyida. Bu jarayon qanday bo'ldi? Ya'ni o'sha Xarkov viloyatida, aynan mana shu Xarkov viloyatining Vovchansk hududida, demak, anchagina qaynoqli hudud sanalgani sababli aynan mana shu hudud atrofida sodir bo'lgan. Ya'ni u yerda yer usti robotlari va ularga hamrohlik qilgan bir qancha dronlar rossiyalik harbiylarni asirga oldi. Aynan mana shu holatni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining 13-apreldagi intervyusida aytib o'tdi. Ya'ni bu holat qaysidir ma'noda aytishimiz mumkin, 21-asrning chorak qismidan keyingi texnologik urushlarning holatini anglab yetishga olib keladi. Aynan mana shu texnologik urushlar. Va mana yaqinda 9-mayda demak Qizil maydonda harbiy parad bo'lib o'tdi. Aynan mana shu harbiy paradda, bu yilgi harbiy parad davomiyligi nuqtai nazaridan 45 daqiqa davom etdi va u yerda Putinning Rossiyasi tarixida birinchi bor harbiy texnikalarsiz bo'lib o'tdi. Aynan mana shu harbiy parad va u yerga ma'lum bir cheklangan tarzda siyosatchilar va kam sonli xorijiy davlat rahbarlari va kam sonli bir qancha harbiy xizmatchilar tashrif buyurdi. Hatto ma'lumotlarga ko'ra u yerda bosh vazir va uning o'rinbosarlari ham ishtirok etmaganligi aytib o'tilgan. Va bu Qizil maydondagi paraddan oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shunday bir bayonotni bergandiki, biz o'z Qizil maydonni o'z hujum rejamizdan chiqarib tashladik degan bayonotni aytib o'tgan. Hatto o'zining ijtimoiy tarmog'iga ham joylagandiki, aynan mana shu Qizil maydonning koordinatalarini ham ko'rsatib qo'yilgan.
va bu Qizil maydondagi harbiy paraddan keyin Rossiya matbuot kotibi Dmitriy Peskov aytdiki, Qizil maydonda o'tgan harbiy parad tinchgina osoyishta bo'lib o'tdi deb. Aynan mana shu paraddan keyingi bir qiziq jarayon bo'ldi. Ya'ni bu holat Rossiya prezidenti Putinning jurnalistlarga savoliga bergan, demak, javobi bo'ldi. Aynan mana shu holatda Putinning 2022 va 26-yillardagi agar nutqini yoki intervyularini ko'radigan bo'lsak, anchagina farqni sezishimiz mumkin. Hatto uning yuz ifodalaridan ham anchagina ma'lumotlarni anglab olish mumkin. Ya'ni u 2022-yilda Ukraina hukumatini shunday bir haqoratli tarzda aytgandiki, ya'ni Ukrainani bir qancha neonatsistlar va narkomanlar egallab olgan, biz ularni bir necha kun ichida yanchib yo'q qilib tashlaymiz degan bayonotni aytib o'tgan edi. Ammo 2026-yildagi mana bu jurnalistlarga bergan intervyusida anchagina boshqacha holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni u yerda Zelenskiyni janob Zelenskiy deb aytib o'tgan, ya'ni o'sha господин Zelenskiy. Bu mana shu intervyudan oldin Zelenskiyni o'sha Ukraina prezidentligidan, ya'ni noqonuniy prezident, nelegalniy degan bayonotlarni aytib o'tgandi. Ya'ni u bilan uchrashmayman, Ukrainadan boshqa biror bir qonuniy shaxs vakili bilan uchrashaman. Aynan o'rtasidagi, demak, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sulh jarayonlari degan mana shunday bir bayonotlarni aytib o'tgan edi Putin. Ammo harbiy paraddan keyingi mana bu intervyusi anchagina boshqacha holatga o'tganini ko'rishimiz mumkin. Hatto uning yuz ifodalaridan ham 2022-yildagi va 26-yildagi holatlarni anglab olish qiyin emas. Ya'ni uning yuz qiyofasi, tuzilishi, mimikalari va uning gapirish ohanglaridan ham anchagina ma'lumotlarni sezish mumkin. Ukrainaning front chizig'ida olib borayotgan mana bu zamonaviy texnologik urush jarayonlariga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni hozirda Ukraina bilamiz, o'zining front chizig'ida asosiy olib borayotgan, demak, yurishlari dronlar va yer usti robotlari asosida olib borilmoqda. Aprel va may oylarini agar qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu holatlarda Ukraina asosan Rossiyaning bir qancha ichkaridagi, ya'ni chuqur kirib boradigan hududlarga ham, ya'ni 1000 kilometrdan ortiq, 1500-2000 kilometrdan ortiq masofada cho'zilgan nishonlarga ham bemalol zarba bermoqda. Ya'ni aytishimiz mumkin, o'sha Krasnodar o'lkasida joylashgan Tuapse neftni qayta ishlash kompleksiga 16 kun ichida 4 marta zarba berildi. Ya'ni 16-aprel kuni, 20-aprel, 28-aprel va 1-may kunlari. Shuningdek, Boltiqbo'yi hududida joylashgan Primorsk portida ham bir qancha zarbalar yo'llandi. Aynan mana shu Ust-Luga neftni qayta ishlash kompleksiga ham anchagina katta zararlarni yo'lladi, ya'ni zarbalar berildi. Va qolaversa, aynan mana shu Boltiqbo'yi hududida joylashgan, demak, Primorsk portida Karakurt deb nomlanadigan korveti bor, ya'ni harbiy kemasi. Aynan mana shu harbiy kemaga, ya'ni uzunligi 67 metr bo'lgan Karakurt toifasidagi korvetga zarba yo'llandi va bu juda katta talafot olib keldi va bu o'zi bilan kalibr qanot raketalari va Panser havo hujumidan mudofaa tizimlarini olib yurish xususiyatiga ega bo'lgan harbiy kema sanalardi. Va bundan tashqari o'sha Qora dengizda Siklon nomli harbiy kemasini ham cho'ktirib yuborgan edi, ya'ni katta zarar yetkazgan edi, ya'ni aynan mana shu holat bo'yicha. Va bundan tashqari Chelyabinsk viloyatida joylashgan Shagol aerodromida Ukrainaning uzoq masofaga uchuvchi, demak, dronlari aynan mana shu hududda 5-avlod deya e'tirof etiladigan Rossiyaning Su-57 qiruvchi samolyotiga va bundan tashqari Su-34 qiruvchisiga ham anchagina jiddiy zararlarni yetkazdi. Aynan mana shu holat 25-aprelda sodir bo'ldi. Ya'ni bu front chizig'idan, ya'ni 1500-2000 kilometr uzoqlikda masofada joylashgan hudud sanaladi. Aynan mana shu 2024-yillardan keyingi bo'lgan Ukrainaning harbiy sanoati
anchagina o'sdi va qolaversa aynan mana shu o'sishlar natijasida o'zining harbiy sanoatini demak rivojlantirishda davom etdi. Ya'ni nafaqat dronlar, balki uzoq masofaga uchuvchi ballistik raketalarni ham ishlab chiqdi va bularni aytishimiz mumkin 2025-yilda namoyish etildi. FP7 va FP9. FP7 200-250 kilometr masofadagi nishonlarni ura oladi. FP9 esa bu biroz takomillashtirilgan variant hisoblanadi. Ya'ni 800-850 kilometr uzoqlikdagi nishonlarga zarba bera oladi. Aynan mana shu Ukrainaning urushga to'la moslashishi va o'zining harbiy sanoatining demak yuksalishi natijasida aynan hozirda Rossiyaning bir qancha front chizig'idan juda uzoq bo'lgan 2000 kilometrdan ortiq bo'lgan hududlarni ham bemalol ura olmoqda. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал.